Ana dog'ni tagidan malik yomg'ir suvlarini oqishiga qarang. Manbasi bor ekan. Bunlar ketyapti. Mana shu joyda 150 lik turba chiqqan. Mana suv oqyapti. Buni hozir katta apparatimiz bilan tozalab berdik. Mana bu tomondan ichkarida 20-23 metr joy zafarina bo'lgan. Mana tozalab ishlatib berdik. Salafan plasmas idishlarni singanlari chiqdi. Kimga xuddi shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pulini kelsak, любой joyga boramiz. Любой tog' zonami, dasht zonami farqi yo'q. Xohlasangiz suvimiz bilan ham boramiz, suv yo'q joylarga. Mana tabiatga baho berasiz. Bemalol.